Yangi hayot 4-bekat metroni shundoq ro'parasida joylashgan havasli 2-etajda Chokolokmaga keldik. Hozir sizlarga ichkaridagi har xil assortimentiga shirinliklarni tanishtirib o'taman. O'zingizlar guvoh bo'lishinglar mumkin. Chokolokmaga kelishinglar bilan sizlarni xushmuomala xodimlari va chiroyli atmosferasi kutib oladi. Bolalarimiz uchun ham alohida bolalar maydonchasi ham joylashgan. O'zingizlar bilan birga bolalaringiz ham mazza qilishi aniq. Voy! Qanaqa qilib bunaqa shirinlik ko'rmagan edim umrimda. O'rtoqlar, shikolatini o'zi alohida tema. Men bunaqa shikolat yemaganman hech qayerda. Bunaqa retseptni menimcha boshqa joydan topa olmaysizlar. Faqat Chokolokmadan yeb ko'rishingiz shart va menga o'xshagan shunaqa reaksiya bildirasizlar. Javob. Qizlarni lekin ikkinchi uyi eganmaydi. Voy. Buni mix deydi. Bilasizlarmi, Chokolokmani Toshkentda 9 ta filiali mavjud. Kimga dastlabki xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilsanglar, yetkazib berishadi. Hammaga yoqimli ishtaha. Просто wow. Alohida tema choyi ham bor-ku, buni mazasini ertalarda ko'rasizlar faqat. Men bunaqa choy ichmaganman umrimning davomida. Shu videoni shirinlikni sevadigan yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Like ham bosib esdan chiqmasin. Hammaga omad.